Bismillah, assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilar. Alhamdulillah, mana Andijon shahri Qoratutdagi obyektimizni ham nihoyasiga yetib qoldik. Video oldida ko'rsatib o'tganimizdek, bu yerga kelgan holatimiz bor. Videoda ko'ringan, bu yerda qanaqa holat deyiladi. Alhamdulillah, mana o'sha xonalarning ichini stashkasini ham qo'yib oldik. Hozir shu glavniy xod koridorimiz qoldi. Şu koridorimiz qoldi. İnşallah nasib qilsa shu yer 2 soatda qo'yib olamiz. Ko'rishingiz mumkin. Stashkamizni qalinligini ham. Bu zinapoyamizni ham o'zi mana quyib apalkalarni yechib bo'ldik. Ko'rishingiz mumkin. Zinapoyamiz o'sha aytganimizdek, tak ko'rinishi ham zinapoy zigzagli bo'lgan. Balandligi 16 sm dan tushdi. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ikkita plashatka bo'ldi. Plashatkasini bunaqa qilib yuborildi. Ikkiga bo'lib yubordik. Bu yerda bu yog'i ham bitgan holatda bu. Ikkinchi etajimizga stashkasini qo'yib bo'ldik. Qilayotgan ishlarimiz sizlarga manzur bo'lsa, albatta kanalimizni qo'llab-quvvatlab, obuna bo'lib, like bosib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Sizlarni qanaqadir qiziqtirgan savol yoki shunga o'xshash beton zina xizmat zakazlaringiz bo'lsa, ekran pastida nomerimiz va opisaniyada nomerimiz turibdi. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Inshaalloh harakat qilamiz qo'ldan kelgancha javob berishga. Qarorlariga e'tibor berasizlar. İnşallah yaxshilikda ko'rishaylik. E'tibor uchun hammaga kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshilikda ko'rishaylik.